Assalomu alaykum hammaga aziz birodarlarim, sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da ko'rishib turganimdan bag'oyatda shodman. Ushbu video tahlili juda ham katta bo'ladi. Agar videoga joy yetsa 1 soat atrofida qilmoqchiman, titib tashlamoqchiman, gruppani ham tahlil qilmoqchiman. Keyin boshqa narsalarni ham yaxshilab gapirib bermoqchiman. Avvalo men bu narsani tushuntirib beray. Nimaga YouTube'da vertikal video qo'yaman? Chunki bu videoni xudo xohlasa montaj qilaman. Agar eplay olsam montaj qilaman, chunki katta videoni montaj qilish juda ham qiyin. Agar bu video cho'zilib ketadigan bo'lsa, mendan oldin boshqalar tahliliy video chiqarib qo'ysa, o'zi shunda ham YouTube menga avtorskiy urgan. O'shaning uchun ham shundoq ham ko'p prosmotr bo'lmayapti. O'zbekiston Qirg'iziston o'yinining oldidan qilingan 20 minutlik tahlil 300 qanchadir marta ko'rilibdi, kamda bu. Har bu ham o'shangacha ham bormasligi mumkin. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa, o'z bilasizlar, oxir paytlarda Superliga birinchi tur tahlilini ham rasvo qildim, eplolmadim, ikkinchi tur tahlilini ham yuzaki qilib qo'ydim. Qolaversa, shu oxir paytlardagi tahlillarim yaxshi chiqmayotdi. Bundan o'zim xafa bo'lib ketayotdim. Ertaga kimdir meni shunday kanalimga kirsada, shu videolar eng tepada turadi-yu, ko'rsa, "Voy, bu Musir akani" deydi. Shu raqam tahlilchi analitik bo'ladimi deydi. Tak, boshlayman. Xo'p, avvalo gruppadan boshlayman. Eron 19 ochko bilan peshqadama, O'zbekiston 16 ochko bilan ikkinchi o'rin, Birlashgan Arab Amirliklari hamda Qatar terma jamoalarida 10 ochkodan bor. Eron bilan farqimiz 6 ochko. Xursand bo'lish kerakmi? Yo'q, xursand bo'lish kerak emas. Chunki vaziyat shunaqaki, biz keyingi turda Eronga boramiz. Birlashgan Arab Amirligi esa hozircha Qatardan 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchrayotgan Shimoliy Koreya terma jamoasini o'zida qabul qiladi va katta ehtimol bilan yutadi. Biz ham katta ehtimol bilan Eronga yutqazib qo'yishimiz mumkin. Balki xudo xolasa durangga harakat qilamiz. Eronni bo'lsa durang natijasi ham Jahon chempionatiga ikkinchi bo'lib olib chiqadi deb eshitdim. Baribir o'zini muxlislarining oldida g'alaba bilan chiqishga harakat qilsa kerak. Teng bo'li O'zbekiston Eron uchun shunaqa tahdid bo'lib ketdiki, Eronning kuchini ba'zilar O'zbekiston bilan o'lchashni boshladi-da. O'zbekiston tarkib tomonlama Erondan zo'r bo'lyapti, tarkib qiymati tomonlama zo'r bo'lyapti, o'yin tomonlama yorib yuryapti. Bunaqa komandalarni katta komandalar tenglashtiraverishsa, katta komanda obro'si tomonlama ham o'ziga kelayotgan anaqaga shapaloq berish kerak-da. Joyini ko'rsatib qo'yish kerak. Shuning uchun ham Eron ozodlikda harakat qiladi O'zbekistonni yutishga va mish-mishlar tarqatayotgan, shov-shuvlar qilayotgan anaqalarga O'zbekistonga bizning darajamizga yetishga hali bor deb aniq qilish uchun ham g'alabaga o'ynaydi deb o'ylayman. Endi O'zbekiston g'alaba uchun o'ynamasa kerak Eronda. Va mana shu g'alaba uchun o'ynamasligimizga ko'ra balki biz mag'lubiyatga uchrarmiz. Xo'p, eng yaxshi Qirg'izistonga qarshi o'yinda eng yaxshi bo'lgan 3 ta futbolchi Hojiakbar Alijonov nimaga ko'ra eng yaxshi bo'ldi? Gol urganiga ko'ra. Bu Paxtakor a'zosi. Sobiq Paxtakorchi golli pas berdi bu kim? Abbosbek Fayzullayev. Qolaversa Rustam Ashurmatov himoyadagi yaxshi o'yinlari bilan 3-darajali eng yaxshi futbolchi bo'ldi. Hujumlarga ham qo'shilib turdi, lekin men uchun 3-darajali eng yaxshi o'yinchi deylik. Balkim Abbosdan ham yaxshiroq harakat qilgandir Odilbek Hamrobekov. Hali skrinshotlarini qo'yaman, maydon bo'ylab qanaqa harakat qilganini ko'rsanglar og'zingizlar ochilib qoladi. Prosta orqada o'ynagani uchun ko'pchilik e'tibor bermaydi. Xo'p, endi anaqani tushuntirib beraman masalaga. Men bitta chizib olganman, buni yaxshilab qaranglar deymizki. Mamut qaraydi. Ko'rasizlar. Mamutda darvozabon birinchi raqam qo'yilgan. Mana bu ikkinchi raqam Husanov. Taktik joylashuv. Endi qarshi bo'lmasanglar, mana shuni aqib tushuntirib o'tirmayman-da, o'zingizlarga noqulay bo'ladi. Men gapiraveraman. Xo'p. Mana buni orqasida aytguncha boya chizib o'tirdim. Ko'ryaptimi? Menimcha yaxshi ko'rinmayapti. Skrinshotlar tashab yaxshiroq qilaman. Shuning uchun ham o'z mana bu joy skrinshotlarga bo'ladi. Tak. Bilasizlar, O'zbekiston milliy terma jamoasida eng tajribali himoyachi bo'lmish Umarbek Eshmurodov full back bo'lardi. Ya'ni eng orqada qolib, hamma chiqqanda ham Umarbek Eshmurodov qolardi. O'sha full back Abduqodir Husanov bo'ldi. E'tibor bergan bo'lsangiz, tarkib yoshartirilib o'ynaldi, chunki Qirg'izistonda tezkor futboli bor, jismoniy holati juda ham yaxshi. Shuning uchun ham bizda ham jismoniy holati yaxshi bo'lgan futbolchilarni o'ynatishimiz kerak edi. Timur Kapadze Turkiyaga borib Nasaf o'rtoqlik o'yinlarini ham ko'rib keldi. Undan tashqari Superligani ham kuzatdi. Buni Superligani yaxshi kuzatayotganini Abdulla Abdullayevni asosiy tarkibda tushirganidan bilsanglar bo'ladi. Men ham Telegram kanalimda taxminiy tarkib yozayotganimda shu Abdulla Abdullayevni ham yozsammikan dedimda, lekin baribir
muhim o'yin bo'lgani uchun tavakkal qilmasa kerak deb turib Umar Eshmurodov yozdim, gap yo'q, Abdulla Abdullayev tushirdi. Xalqaro maydonda ham zo'r o'ynayapti. Super ligamizda ham zo'r o'ynayapti. O'zi hali yosh, Jakotda ham emas, Umar Eshmurodovchalik 30 ga yaqinlashmadi ham, lekin tajribali. Pressingni his qila oladi, paytida pas berib, paytida yaxshi pas beryapti. Zo'r himoyachi bo'lyapti Abdulla Abdullayev. Xudo xolasa terma jamoaga bosib o'ynataverish kerak uni. Xo'p. Fullback bo'ldi kim? Abduqodir Husanov. Eshmurodov vazifasini bajardi. Keyin o'ngroqda joylashdi kim? Abdulla Abdullayev. Va mana shu o'ngroqda joylashdi. Bilasizlar, biz Serechko Katanisdan qolib ketgan an'anamiz bor. Qanotlardan juda ham faol foydalanamiz. Serechko Katanis buni murabbiy bo'libdiki, qanotlardan foydalanib keladi. Buni intervyusida ham aytgan, men oldindan qanotlardan yaxshi foydalanib kelardim. Bu narsani Conte aktuallashtirib tashladi deb. Xo'p. Mana shu bizani qanotlarimiz Hojiakbar Alijonovlar oldinga chiqqani uchun, Farruh Sayfiyevlar oldinga chiqqani uchun Abduqodir Husanovni ikki chetida joylashgan, o'ng tarafida joylashgan Abdulla Abdullayev Hojiakbar Alijonov o'rniga o'ngroqda harakat qildi. Chap tarafida joylashgan Rustam Ashurmatov Farruh Sayfiyev oldinga chiqib ketgan hisobida chaproq harakat qildi. Shunda biz 3 ta himoyachi bilan o'ynadik desak ham bo'ladi. Yana men shu narsani ko'rdim, hali xudo xolasa uni ham skrinshotlarini joylayman. Faqat o'ylantirayotgan narsa montaj bo'lyapti-da. Mana shu qanot himoyachilari bor-ku, oldinga shu qadar ko'p chiqishganki, orqaga deyarli uncha qaytishmagan. Qaytishgan, lekin ko'proq qaytishmagan. Asosan mana shu Abdulla Abdullayev o'ng qanotda olgan, chap qanotda Rustam Ashurmatov olgan, sentrgacha qanot himoyasini olgan. Keyin esa yana bitta narsaga e'tibor berishingiz kerak. Agar sen bu narsani osmondan olib gapirib yuborsan, isbot ko'rsatsanglar, o'sha skrinshotlar isbot bo'ladi. Tak. Mana bular himoyachilar. Men bu adashmasam Rustam Ashurmatov, men Abdulla Abdullayev bo'pti. Mana shunaqasiga to'g'rigacha chiqib kelishgan u. Hujum ortigacha, Shomurodov oldigacha mamlakatga chiqib kelishgan. Ya'ni shu narsani ham aytish kerakki, Shomurodov garchi nominal hujumchi sifatida ko'rsatilgan bo'lsa ham, Romadagi joylashuvini O'zbekiston terma jamoasida ham ko'rsatyapti. Ya'ni hujumga playmakerlik qilyapti. Hujumda Abbosbek Fayzullayev harakat qilyapti. Bunda futbolchilar harakat qilgan zonalarni ko'rsanglar ham Abbosbek Fayzullayev Eldor Shomurodovdan oldinroqda o'ynagan. Mana qarasanglar, eng uchida kim turibdi? Abbosbek Fayzullayev turibdi, mana bitta Eldor Shomurodov turibdi. Eldor Shomurodov o'zingizlar ko'rdinglar, uni gapirishim ham shart emas. Sharhda Davron Faziyev va Xayrullo Hamidov sezib qolib aytishdi. Eldor Shomurodov nima deydi? Hujumlarni tashkil etib beruvchi playmaker, aql vazifasini bajarib beryapti nominal hujumchi. O'zi ko'p hujumchilar yoshi keksayavergani sari orqa-roqqa qaytariladi va o'sha hujumni ta'minlovchi playmakerga aylanib qoladi. Nomer 1 playmakerga aylangan futbolchi bu Thomas Müller deb bilaman men va Al-Ahli jamoasida Firmino ham xuddi shunaqa hujum ortida harakat qilyapti va Paxtakorda Dragan Cheran ham, bilasizlar, Nasafda u hujumchi edi. Paxtakorga kelib turib ham hujum ortida joylashdi, hujumda ham o'ynadi, keyinchalik hujum ortiga playmaker bo'lib o'tib ketdi. Shomurodov ham sekin-sekin nafaqat Roma, balki undan kelib chiqib milliy terma jamoamiz ham hujum ortiga playmaker o'laroq joylashtirmoqda. Va yana e'tibor qilasizlar, diqqat qilasizlar, bu Abbosbek Fayzullayev dedim, bu Eldor Shomurodov dedim va men bu adashmasam 10-raqam bo'lishi kerak. Bu Jaloliddin Masharipov. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Jaloliddin Masharipov Shomurodovdan ham orqaroqda harakat qilgan. Yana shu narsaga e'tibor qilishingiz kerak. Umumiy joylashuvga e'tibor qilsanglar, Abbos ham markazda, Eldor ham markazda, anaqa Masharipov ham markazda, ularni hujumni ko'ptob bilan ta'minlab berish kerak bo'lgan Otabek Shukurov ham markazda va endi Odil Hamrobekov qo'ymaymiz, chunki maydon markazini ma'mutdan bo'ladigan bo'lsak, asosiy futbolchilarimiz markazga yig'ilib qolgan. Qanotlarda ko'rinmayapti, to'g'rimi? Qanotlarda ko'rinmayapti. Nimaga? Chunki qanotlarda yurdi kim? Hojiakbar Alijonov, qanotlarda yurdi kim? Farruh Sayfiyev. Ular uncha orqaga qaytishmadi. Anaqa eski yo'l bo'lib ketgan kanalimda yurib ketib jonli efir qilib, o'shanda ham adashmasam 23 minutlik video bo'ldi. O'zbekistonning taktik joylashuvini tushuntirib berdim. Hujumda biz 7 kishiga aylanib ketib qolamiz. Qaranglar. Balkim bu narsani men oldin Serechko Katanisda ko'rmaganman, hozir barcha chizib tushuntirish qiyin bo'ladi. Mana bitta Abdulla Abdullayev-ku, ular
oldinga chiqishdi, ya'ni Shomurodovga qadar chiqishdi-da, cho'nsilar oldingacha chiqib kelishdi. Rustam Ashurmatov ham maydon markazi bo'ylab chiqib kelishdi. Cho'nsilarmi? Ular Odil Hamrobekovga yordam berishdi. Mana Odil Hamrobekov anaqani olib turgan. Husanov olib turgan va Rustam Ashurmatov hamda Abdulla Abdullayevlarni oldida birozgina oldinroq turgan. Odilbek Hamrobekov bo'ladi. Odilbek Hamrobekov butun maydon bo'ylab harakat qildi. Hali xudo xolisa skrinshotini ko'rasizlar. Mana Abdulla Abdullayev ham oldinga chiqdi, faqat markaz bo'ylab chiqdi. Rustam Ashurmatov ham markaz bo'ylab chiqdi va o'zi shunday markazda kim bor edi? Otabek Shukurov bor edi, Jaloliddin Masharipov bor edi. Shuni hisobiga biz oldinda ko'pchilik bo'lib harakat qildik. Xo'p, bir 2015-yili Avstraliya terma jamoasini bitta soch to'kilib ketgan, qorin qo'ygan, oq sochli bitta baqaloq trener boshqarardi. Uni sizlar yaxshi tanisinglar kerak, ot esim kelmayapti, lekin Avstraliyani uzoq yillar boshqarib, muntazam ravishda jahon chempionatiga olib chiqqan, qolaversa Osiyo chempionligini ham adashmasam o'sha murabbiy bilan qo'yga kiritgan. O'sha avstraliyalik murabbiyning bitta taktikasi bor edi. To'p qayerda bo'lsa, o'sha joyda Avstraliyani 5 ta vakili bo'lishi kerak. Xudo xolisa O'zbekiston terma jamoasida ham xuddi shunaqa bo'lyapti. E'tibor bergan bo'lsanglar, ikki markaziy himoyachi Abdulla Abdullayev ham sentrgacha kelib o'ynayapti, sentrdan oldinroq o'tyapti. Masharipov, Otabek Shukurovlar tarafda o'ynashyapti. Bu yerda Otabek Shukurov bor, Masharipov bor. O'zingizlar ko'rdinglar, Masharipov qanotda ko'rsatilmayapti, markazda ko'rsatilyapti va mana shuni hisobiga Abdulla Abdullayev, Otabek Shukurov markazda, chaproqda Rustam Ashurmatov bo'lyapti, markazda 3 ta bo'lyapti. Markazlashyapti Masharipov, markazda 4 ta futbolchimiz bo'lyapti. Sal oldinroqda Eldor Shomurodov bo'lyapti. 5 tami, ikki qanotdan Farruh Sayfiyev va Hojiakbar Aljonov bo'lyapti, 7 ta bo'lyapti. Va nominal hujumda harakat qilayotgan Abbosbek Fayzullayev bilan 8 kishi bo'lib ketyapmiz. Ko'rasizlarmi? Orqadagi ikkitagina bola bu Odil Hamrobekov bo'lyapti. O'yinda o'zingizlar ko'rdinglar, Odil Hamrobekov ko'p zarbalarni tepdi, muvaffaqiyatsiz chiqdi. O'zi Odilbek Hamrobekov hech qachon to'g'ri tepmagan. Buni juda ham yoshligidan beri yaxshi bilaman. Faqat havoga qarab noto'g'ri tepgan. Chunki o'zi futbolda ham o'rgatiladi. Hamma ichkarida bo'lgani uchun orqada qoladigan futbolchilar ko'pincha tayanch himoyachilari bo'ladi. Lekin Paxtakor orqada qoladigan futbolchilar sifatida ikki qanot futbolchilardan foydalanyapti. OKMKga qarshi o'yinda shu narsani ko'rdim. Hojiakbar Aljonov va Umar Adhamzodalar qaytgan to'pni tepadigan oxirgi futbolchilar bo'lib turishibdi. O'zi butun dunyo bo'yicha любой anaqa tayanch himoyachilardan foydalanadi. Ular o'rtaroqda, orqaroqda turishadi. Ko'ptoq qaytib qoladigan bo'lsa, tepishi shart. Pas berilmaydi, chunki pas xato ketib qoladigan bo'lsa yoki mana bu yoqda ko'ptoq yo'qotilinadigan bo'lsa, qarshi hujumga o'tib ketilishiga sabab bo'ladi bu vaziyat. Shuning uchun ham hammasi tepadi. Mana men aytib turibman, orqada biz 2 kishi bo'lib qolib ketdik. Odil Hamrobekov va uning orqasida Abduqodir Husanov. Abduqodir Husanovga ham hali nasib bo'lsa, maydon bo'ylab harakatlarini skrinshotini qo'yaman, ko'rasizlar. Maydon markazidan oldinga deyarli o'tmagan. Ozgina o'tgan. Sabablar bo'ladi, bilasizlar, har xil. O'shanga ko'ra o'tgan. Asosan maydon markazining orqa tarafida Abduqodir Husanov yurgan. Va bizning tarafda o'zi ko'ptoq kamroq o'ylangani uchun balki u to'y haqida o'ylab yurgan bo'lishi ham mumkin. Abduqodir ham uncha ko'p harakat qilmadi. O'tkirbek Yusupov umuman seyf qilmadi. Balki O'tkirbek Yusupov Abduqodir to'yiga qanaqa kostyum kiyishni o'ylayotgan bo'lishi mumkin. Chunki milliy terma jamoamiz mashg'ulotlar olib borayotganda, Abduqodir intervyu berayotganda O'tkirbek Yusupov Abduqodirga qichiq qilaman deb, kopton tepaman deb jurnalist qizga tepib qo'yibdi. O'sha videoni ko'rdinglarmi? O'tkir ham Abduqodirga podxod qilyapti, o'sha yaxshi bo'lishdi, yaxshi. Xudo xohlasa balki to'yi o'ylab yurgandir. Balki Abduqodir bilan to'y masalasini gaplashib yurishgandir. O'sha orqada edi ikkalovi. Shu maydalashib ketdimi? Bo'ldi shu. Taktik joylashuvimiz uchun deyiladi, to'g'rimi? Endi zaxiradan tushgan futbolchilarni yana bitta narsa qoldi. Men boya sizlarga aytdim, taktik joylashuvimizda Odilbek Hamrobekov nafaqat butun markaz bo'ylab, kerak bo'lsa oldingi chiziq bo'ylab ham hujumlarimizni faollashtirishda juda katta yordam berdi. Nechta hujumlarni buzib tashladi, qancha to'plarni olib qo'yib, pas berib, koptonni ko'chirib yurdi. Bunaqa futbolchi to'g'risida Babayan zo'r fikr bildirdi. Odil Hamrobekovdek futbolchisi bo'lishini har qanaqa murabbiy orzu qiladi. Milliy terma jamoada payti ma'lum bir sabablarga ko'ra uni chaqira olmagan edim degan. O'sha paytlar korrupsiya bo'lgani uchundir balki. Odil juda ham zo'r bola.
Lekin shu ko'pchilik komment yozishadi, unga vatanparvarlik hissi yetishmaydi deb, balki klubda shunaqadir. Terma jamoada ham jonini jabborga berib, nervi chiqib, yugurib, yiqitib o'ynamaydi-yu. Lehki o'ynab qo'yadi. O'zi butun faoliyati davomida kuchini tejab o'ynagan, chunki u futbolchi doim o'ynab kelganda bor u. Oldinga chiqadi, orqaga chiqadi, qanotlarga boradi bechora. Zo'r bola degan bor u. Xo'p, Otabek Shukurov bo'lsa, Odilbek Hamrobekov garchi u ham markazda joylashgan bo'lsa-da, markazda harakat qilmagan. Otabek Shukurovning joylashuvi ko'proq chapga ixtisoslashib ketgan, ko'proq chapga Jaloliddin Masharipov va Farruh Sayfiyevga yordamlashdi. Balkim bu Qirg'izistonni o'rganib chiqib, o'ngroq qanoti yaxshi bo'lgani uchun o'ngroqqa ko'proq futbolchi jalb qilgandir O'zbekiston, yoki Masharipov hozirgi aktual holatidan kelib chiqib, Otabek Shukurov unga yordamchi bo'lib chaproq o'ynagan bo'lishi mumkin. Nafaqat Masharipov, balki Sayfiyev ham oldingidek emas. Sekin ularni rahmat etib chiqazib yuborish kerak. Paytida juda ham zo'r tandem bo'lishgan, o'shani hurmatini qilib fikr bildiruvlaydi. Ko'pchilik yomonlab tashlayapti. Darvoqe Jaloliddin Masharipov Eronga qarshi o'ynamaydi. Bu yaxshi, Abbosbek Fayzullayev Eronga qarshi harakat qiladi. Bizda yana o'sha chaqqon futbol, yoshlar bilan ishlaydigan kapatsiya bilan tezkor futbolga harakat qilishimiz mumkin. Maydon markazi bo'ylab ko'pchilik bo'lib o'ynashimiz mumkin. Yaxshi. Lekin bitta gapda Eronga qarshi shunaqa zo'r qiziq narsamiz bor. Bizda Sherzod Nasrullayev xudo xohlasa qaytsin deymiz, lekin qaytmaydi ko'p ehtimol bilan. Bizda Sherzod bilan Hojiyni qo'shganimizda juda ham zo'r chap qanot va o'ng qanot faol himoyachilarimiz bor. Eronda ham asosan hujumlarni qanotlardan qiladi. Markazdan ham qiladi. Prosta ko'p komandalar markazini bergisi kelmaydi. Shuning uchun ham markazga zichroq bo'lgani uchun chaproq ochilib qoladi. Chaproqqa, qanotlarga e'tibor bersa markaz ochilib qoladi. Endi futbol shuda. Trenerlar bolalarga maydon bo'ylab harakat qilishni o'rgatayotganda ham ko'pto misol chapdan kelayotgan bo'lsa, ko'proq chapga yaqinroq o'ynash kerak. O'ngga o'tsa, ko'proq o'ngga o'tish kerak. Hamma turgan joyida qaqqayib turaversa, maydon kattaligini hisobiga oralar siyrak ochilib qoladi. Shu. Qarayli, o'sha ham chizib tashladim. O'sha buni tushunib bo'lmay qoldi. Bir marta Bunyodkorda bo'lajak trenerlarga ham shu O'zbekiston terma jamoasining anaqasini taktik joylashuvi maydon bo'ylab harakat qilishini tushuntirib berganimda oppoq doskadan mana shunaqa ajib-ujib bo'lib ketdi. Yakunda videoda hech narsa tushunilmay qoldi. Tak, endi zaxiradan qo'shilganlarni harakati haqida gapiradigan bo'lsam, Ruslanbek Jiyanov zaxiradan qo'shildi, u ham hujum ortiga tushirildi. Hujum ortida harakat qildi. Zafar Murod esa hujumkor o'ynamadi, u asosan orqaroqda harakat qildi. Hojiakbar Alijonovdan farqli o'laroq. E'tibor bersanglar, Hojiakbar Alijonov ham hatto garchi qanotda hujumkor anaqalarga javob bersa ham, misol qanotda ochilib turish kerak edi. Qanotda ko'rsatilgan Abbos ichkariga kiryaptim, qanotda kimdir bo'lish kerak. Lekin o'sha qanotga yaqinroq Abdulla Abdullayev kebergani hisobiga, Hojiakbar Alijonov ham markazga o'tib ketgani hisobiga golni markazdan Hojiakbar Alijonov uryapti. Qo'yilmisizlar. Ko'p kuch talab qiladigan taktikada o'ynadi O'zbekiston. Lekin juda ham maydalab tashlasanglar, juda ham katta sir sinov otayotgan taktikada o'ynadi. Men shu itam tanimaydigan darajamda shuncha narsani ko'rib tushuntirib bera olmayman. Boshqa terma jamoalarda ishlab, katta oylay oladigan darajasi aqlidan kelib chiqib o'sha terma jamoada analitik bo'lib ishlayotganlar buni menimcha 100 ga yoki 200 ga bo'lib tashlasa bo'ladi-da buni. Xo'p, endi Zafar Murodni gapirdim. Keyingi futbolchi Mazgovoy. Mazgovoy zaxiradan tushdi, orqada ham, oldinda ham va o'ngroqda ham o'ynadi. Akmal Mazgovoy. Zafar Murodga yordam beribdi, demak. Yaxshi. Xo'p, endi tak. Shomurodov ketdi, men orqaroqda o'ynaganman. Markazgacha ham qaytdi. Endi statistikani e'tiboringizga taqdim etaman va biz 20-minutga kirib kelamiz. To'p nazorati 74 ga 26. Zarbalar 26 ga 1. O'zbekiston foydasiga bordi. Aniq zarbalar 9 ga 0. Shuning uchun ham O'tkir Yusupovda seyf yo'q. Lekin shu paytgacha Osiyo Jahon chempionatiga saralashib bo'layotgan 3 ta guruhga darajasida olib qaralsa, ramziy jamoada O'tkirbek Yusupov turibdi. Ya'ni Osiyo bo'yicha eng yaxshi varitar statistika bo'yicha bizda turibdi.
Xo'p. Endi seyflarga keladigan bo'lsak, 0-8 Qirg'iziston foydasiga darvozaboni ko'p vaziyatlarda qutqardi. Endi pastga e'tibor berasizlar. Biza maydon markazida juda ham ko'pchilik bo'lib zichlashib ketdikmi? Zichlashgandan keyin nima bo'ladi? Masofa yaqin bo'ladimi? Masofa yaqin bo'lsa nima bo'ladi? Paslar o'ynaladi va o'sha paslar ko'p bo'ladi. Va 702 marta pas o'ynadik. Qirg'iziston 255 ta pas o'ynadi. Zo'rmi? Blok nimaligini bilasizlar, Bloklar 4-1 O'zbekiston foydasiga. Jarima maydoni ichidan berilgan zarbalar, jarima maydoni ichidan, korobkaning ichkarisidan. Xayrullo Hamidov til bilan aytganda 14-hudud. 16-0 O'zbekiston foydasiga. Jarima tashqarisidan berilgan zarbalar 10-1 O'zbekiston foydasiga. Gapinglar bormi? O'zbekiston nafaqat oldinda ko'pchilik bo'lib harakat qildi, balki orqada ham shunaqa o'ynab qo'ydiki, zarba berishga qo'ymadi, tushunasizlarmi? Ko'pchilik hozir yomonlayapti. Qirg'izistonni ham 1-0 yutadimi, o'yinni boshidan qizil oluvdi, bu, lekin shunchaki bizga gol yetishmadi-da, tushunasizlarmi? 26 ta udar berilgan, 26 ta udar. Shu 26 ta udardan boriq bittasi golga aylandi. Lekin bu omad bilan o'lchanadi. Bilasizlar, men tahlil qilayotganimda na g'alabaga e'tibor bermayman, na men shu hisobga e'tibor bermayman. O'yindan kelib chiqib, statistikadan kelib chiqib tahlil qilaman. Misol uchun, bitta komanda zo'r o'ynashi mumkin, yutqizib qo'ygan bo'lishi mumkin. Men o'sha yutqizib qo'ygan komandani tanlayman, chunki u zo'r o'ynagan, o'shaning uslubi yaxshi. Chunki omad ham ko'p bog'liqda. Paxtakor Alarayan o'yinida ham ko'rdinglar, chap qanot himoyachisi uzoqdan tepib hisob qo'ygan. Vaholanki, o'sha o'yinda Paxtakor Alarayandan-da g'alabaga munosibroq edi. Xo'p. Chap qanotimiz hujumkorroq o'ynagan. O'ng qanotimizga nisbatan. Lekin golni o'ng qanot himoyachisi uryapti. Urganda ham o'ng qanotdan urmayapti, o'sha gap markazdan uryapti. Himoyadan markazga kelgunga qadar kam pas o'ynadik. Bu nima bilan izohlanadi? Raqib hujumchilari, o'zimizning raqib vakillari bizni maydon markazi, sentrdan o'zi tarafda qabul qilib olganidan. Oldinga hech kim bormasa yoki bittagina futbolchi borsa, tabiiyki orqada pas o'ynab o'tirishga hojat qolmaydi, sirazu to'p yarim himoyaga uzatiladi. Va o'z-o'zidan ma'lum bo'ladiki, bizning ichkarimizga, bizning hududga kirmagandan keyin futbolchilar qayerda bo'ladi? O'z maydonida bo'ladi. 11 ta futbolchi o'zini maydonida bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Raqib tomonida zichlik bo'ladi. Raqib tomonida zichlik bo'lgandan keyin nima bo'ladi? 2 qavatli avtobus bo'ladi. 2 qavatli avtobus bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yorib kirish qiyin bo'ladi. Yorib kirish qiyin bo'lgandan keyin nima bo'ladi? Yorib kirish uchun vaziyatlar ko'riladi. Vaziyatlar ko'rilayotganda u yoqqa, u yoqqa pas borib kelaveradi. Alal oqibat kirib bo'lmaydi. Mana Ispaniya ham xuddi shunaqa sho'rpeshona edi hozirgi kalbosh treneriga qadar. O'zi rostdan ham odam sochi to'kilib kal bo'lib qolgandagi muvaffaqiyatga erishadimi deyman-da. O'sha malika mamdan to'kilyapti. Bunday yaqinlashtirsam seriyman bizlar. Tak. O'zimizda jarima maydonchamizda 11% gina pas o'ynaganmiz. O'sha 702 ta pasdan 11%, ya'ni nechta bo'tdi, matematikani yaxshi bilmayman. 11% o'zimizning jarima maydonchamizda o'ynalyapti. 40% markazda yarim himoyachilar tomonidan o'ynalyapti. Yarim himoyachi ham deb bo'lmaydi. Shomurodov ham yarim himoyaga kirib ketadi. Otabek Shukurov, Odilbek Hamrobekov, Jaloliddin Masharipov, Abdulla Abdullayev, Rustam Ashurmatov, Odilbek Hamrobekov. Tak, 7 ta futbolchi markazda bo'lib qoldi. O'sha yerda 40% to'p o'ynalgan. Oldingi qanotda raqib jarima maydoni tarafda 49% ko'p pas o'ynaganmiz. Eng ko'p pasni raqib jarima maydonchasida o'ynaganmiz. Chunki ichkari kirgizmagan, tushunasizlar? Ichkari kirgizmagandan keyin atrofida o'ynab yuraveramiz. Girdi kapalak bu. Biz ham o'sha eski Ispaniyaga qarab, eski Ispaniyadek bo'lib qolamiz. O'sha De La Fuentega o'xshagan bitta trener kelsa, bu O'zbekistonni Osiyoda eng zo'r komanda qilib yuboradi. Xo'p. Bo'ldi shu 25 minutda uch tugadi. Tahlildan qoniqqan bo'lsanglar, rahmat. Men xursandman. Kommentdan var zo'r yorvordan yo'q deb qo'yinglar. Davay. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Men o'zim ham xursandman, nihoyat mana shunaqa normal tahlilga qaytganimdan. Bugun kayfiyatim yaxshi-da o'zi.
Demak, o'zi balkim bundan ham yaxshiroq qilib, bundan ham yaxshiroq gapirishim ham mumkin edi. O'sha tahlil qilib bo'lganimdan keyin yonimga bitta akam kirdilar deb psixologik narsalarni gapirib ketdilar deb o'shanga ozgina chalib qoldim. Davay, olg'a O'zbekiston.